Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz 3 bo'lingdagi bo'lim va taraflarning munosabatlarini ko'rib chiqdik. Unda bo'lsa, bu soatlik darsimizda munosabatlik bo'lgan mashqlarga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda masalan birinchi savolda shunama cho'ng bir 3 bo'lim bo'libdi, shunama 3 bo'lim ABD, anandiki nima debdi? Bu yerdagi bo'lim ABC, shunama ABC degan bu bo'lim qaysininga teng? Bulung CBD, ya'ni CBD. Buningga teng debdi. Demak, BC degan bu sizi qanday ekan? Bu bulungning bulung o'ttirisi, shundami? Andan keyin BAD 70 gradus, bu 95 gradus. Unda bo'lsa, bu yerdagi aksninki eng cho'ng qimmati, ya'ni x butun son debdi, shundami? Unda biz qaraydigan bo'lsak, masalan 3 bulungning ichki bulung yig'indisi 180 gradus, bu ABC'niki ichki bulung yig'indisi 180 bo'lishi kerak. 70 95 bo'lsa, bu yana 15 gradus, unda bo'lsa bu 15 gradus, shundami? ABD'ga qaraydigan bo'lsak 70 30 mi necha bo'ldi? 80 gradus degan gap. Unda bo'lsa navbatda qanday qilamiz? Masalan 70 gradusning qarshi tarafi x ekan, shundami? 80 graduslik bu bulongning qarshi tarafi 13 ekan. Unda bo'lsa 70 gradus degan 80 gradusning kichik bo'lganligi uchun bu yerdagi x mu, shundami? 70 ning qarshi tarafi bu x mu qanday bo'lishi kerak? Bu 13 dan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni x 13 dan kichik deb olamiz. Unda bo'lsa 13 dan kichik bo'lgan butun sonlarning ichidagi qanday eng cho'ngi necha bo'ldi? 12 bo'ldi degan gap, shundami? D javob. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lim bo'libdi, shundami? 3 bo'lim ABC, anandiki nima debdi? Alfa degan butun son, ya'ni bu bo'lim, shundami? Qanday bu bo'lim butun son ekan? Nima deb beribdi bizga? AB ning uzunligi bilan BC ning uzunligi teng debdi. Ya'ni bu 3 bo'limda shundami? AB bilan BC teng ekan. Shunama bu yerda ko'rsatib turibdi. Unda bo'lsa, bu ikkisi birisi-birisiga teng bo'lsa qanday bo'ldi? Bu bir teng yonliq 3 bo'lim, shunama? Bu bo'lim bilan bu bo'lim birisi-birisiga teng degan gap. Andan keyin bo'lim A 50 gradusdan cho'ng debdi. Ya'ni bu bo'lim 50 gradusdan cho'ng ekan. Unda bu bo'lim 50 gradusdan cho'ng bo'lsa, bu 50 gradusdan cho'ng bo'ldi. Ikkisining yig'indisi qanday bo'ldi? Masalan, bo'lim A qo'shilgan bo'lim C, shunama? Albatta 100 gradusdan cho'ng bo'ladi. Unda bo'lsa savol, bu yerdagi alfa qanday bo'ldi? Shundami? Bu 3 bo'limning yig'indisi 180. Bu ikkisining yig'indisi 100 dan cho'ng bo'lsa, alfa degan albatta 80 gradusdan kichik bo'ldi degan gap. Alfa degan 80 gradusdan kichik, alfa degan butun son. Unda bo'lsa, alfaning eng cho'ng qimmati albatta necha bo'ldi? 79 bo'ldi degan gap. Keyingi betga qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir to'l cho'ng 3 bo'lim bo'libdi, shundami? 3 bo'lim ABC, anandiki nima debdi? X degan butun son, shundami? Bu yerdagi x butun son, anandiki AC ning uzunligi bilan AD ning uzunligi birisi-birisiga teng debdi. Ya'ni AC bilan AD birisi-birisiga teng ekan, shundami? Unda bo'lsa ACD degan bir teng yonliq 3 bo'lim degan gap. Unda bo'lsa x ning eng cho'ng qimmatini toping debdi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 20 deb bu uzunlikni beribdi, shundami? Bu uzunlik 12 ekan. Unda bo'lsa, masalan, qaraydigan bo'lsak, bu yerda AC bilan AD teng, shundami? Bu bir teng yonliq 3 bo'lim. Unda bo'lsa, albatta bu bo'lim bilan bu bo'lim qanday bo'ldi? Birisi-birisiga teng bo'ladi degan gap. Men bu bo'limni masalan beta deb olsam, bu yerdagi beta cho'qim va cho'qim 90 gradusdan kichik, shundami? Unda bo'lsa, masalan bu bo'lim beta bo'lsa, masalan men buni alfa deb olay. Bu yerdagi alfa qanday bo'ldi bo'lsa, albatta 90 gradusdan cho'ng bo'ladi. Chunki ikkisining yig'indisi 180. Unda bo'lsa, oldingi soat biz bundaq bir narsa o'rgandik. Men bu yerga yana bir sizib o'tay, shundami? Masalan tik bo'limlik 3 bo'limning birini sizma. Unda bo'lsa, masalan bu bo'lim 90 gradus, shundami? Unda bo'lsa, biz buni tik bo'limlik 3 bo'lim, bu yana A B, C deb olaylik. Bo'lim A ning qarshi tarafini men kichik a bilan ifodalay. Bo'lim B ning qarshi tarafi B bo'lsin. Bo'lim C ning qarshi tarafi kichik C bo'lsin. Unda bo'lsa, bu 90 gradus bo'lg'achqa, shundami? Bu yerda qanday bo'ldi? Ya'ni bu bo'lim alfa. Unda bo'lsa, alfa 90 gradus bo'lganda, bu yerdagi A ning kvadrati, shundami? Teng B ning kvadrati qo'shilgan C ning kvadrati. Agar bu yer 90 gradus bo'lmay, shundami? Alfa 90 gradusdan cho'ng bo'lib qolgan vaqtda, bu yerdagi A kvadrat, B kvadrat qo'shilgan C kvadratdan qanday bo'ldi? Albatta cho'ng bo'ldi degan gap. Bu yerdagi alfa 90 gradusdan cho'ng bo'lganligi uchun, unda bo'lsa, navbatda qanday bo'ldi? 20 ning kvadrati, shundami? Cho'ng nimadan? 12 ning kvadrati qo'shilgan x ning kvadratidan degan gap. Unda bo'lsa 400 degan nimadan cho'ng? 144 qo'shilgan x ning kvadrati, shundami? Ya'ni bu yerdagi x ning kvadrati 256 dan kichik bo'ldi. Unda bo'lsa x deganim nechadan kichik? 16 dan kichik degan gap. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi x butun son x ninki eng cho'ng qimmati. Yana x 16 dan kichik, shundami? 16 dan kichik bo'lgan butun sonlarning ichidagi eng cho'ngi necha bo'ldi? Albatta 15 bo'ladi degan gap.
Keyingi savol qarab baqayli. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lon berib turishnama, 3 bo'lon ABC, anandan bu yer 4, bu yer 6, bu yer 2x ekan. Nim debdi? X degan bir real son shunama, x ning tanım aralığı nedir debdi. Yani x ninki qimmat araligini tepang degan gap. Unda bo'lsa, bu bir 3 bo'lon shunama, 3 bo'lonni biz nim deb o'rgandik? Bir tarafning uzunluğu qolgan ikki tarafning yig'indisidan kichik bo'lishi kerak degan oldingi soat darsimizda. Unda bo'lsa 2x bu yerdagi 6 qo'shilgan 4 dan qanday kichik ve bu iki tarafning farqidan cho'ng bo'lishi kerak. Ya'ni 6 bilan 4 ning farqi necha bo'ldi? 2 bo'ladi. Albatta 6 bilan 4 ning farqi. Unda bo'lsa bu tengsizlikni yeyishimiz shunami? 2x degan 10 dan kichik, 2 dan cho'ng. Unda bo'lsa x degan 5 dan kichik, 1 dan cho'ng. Qani javob? 5 dan kichik, 1 dan cho'ng. Shunami? Keyingi betga qarab baqayli. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir cho'ng 3 bo'lon bor ekan shunami? 3 bo'lon ABC, anandan bu yer 6, bu yer 12. Qaraydigan bo'lsak, bu yer qanday bu E degan bu nuqta AC niki, bu tuzsiziqniki tam o'ttirisi ekan shunami? Ya'ni buning bilan bu uzunluq birisi-birisiga teng bo'lgan. AE ning uzunluğu bilan EC ning uzunluğu birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa, bu yerdagi x niki eng kichik qiymatini toping debdi. Shunami? Unda bo'lsa biz buni oldingi soat darsimizda ko'rgandik amaliyotda. Masalan, men buni qayta bir sizayini. Masalan, bu yer shunami? Masalan, ishda bir 3 bo'lon sizib olaylik boshda. Men mesela bu tarafını şunama bunu biz aldı bilen 3 bo'lon A, B, C desek, bu tarafning uzunluğu A bo'lsa, bu tarafning uzunluğu B bo'lsa, anandan A'dan şunama bu noktadan BC'ninki tam o'ttirisiga, ya'ni men o'ttirdagi nuqtani D deb qaraylik, tam o'ttirisiga mushta bir siziq tushgan vaqtda bu yani bu uzunluğunu x desem, x nimaga tam nimadan kichik bo'ldi? A qo'shilgan B ning qanday 20 dan kichik, shunama? Anandan A elingan B. Yani A, B ning farqining qanday 20 dan cho'ng bo'ldi. Biz bunun ispatını oldingi soat darsimizda chiqardik. Shunami? Unda bo'lsa bu yerdagi x mi o'xshash shaklda qanday bo'ldi? X degan bu ikkisining yig'indisining 20 dan kichik, ya'ni 6 qo'shilgan 12 bo'lingan 2 dan kichik, shunami? Anandan 6 bilan 12 ning farqi degan 6, shunami? Udulni yezbatdan bu 2 ga bo'lganimdan cho'ng bo'ldi. Unda bo'lsa 18 ni 2 ga bo'lsam 9, shunami? Anandan 6 ni 2 ga bo'lsam 3. X degan 3 dan cho'ng, 9 dan kichik bo'lgan. Unda bo'lsa x ninki eng kichik qiymati, shunami? X degan qanday son? Musbat butun son debdi. 3 dan cho'ng bo'lgan, 9 dan kichik bo'lgan butun sonlarning ichidagi eng kichiki necha bo'ldi? 4 bo'ldi, albatta. Keyingi savol qaraylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bo'lon beribdi, shunami? Anandan keyin bu yerdagi BD degan bu bo'lonning nimasi ekan? Bo'lon o'ttirisi, ya'ni bu bo'lon bilan bu bo'lon birisi-birisiga teng, shunami? Anandan keyin CD degan bu siziq, ya'ni bu bo'lonniki, shunami? Bo'lon o'ttirisi ekan. Bu bo'lon bilan bu bo'lon birisi-birisiga teng degan gap. Anandan keyin masalanga men bu yerdagi ma bo'lonni shunami? Alfa desem, bu bo'lonni masalan beta desem, biz buni amaliyotda oldingi soat darslarimizda ko'rib bo'ldik, shunami? Bu yerdagi beta nimaga teng bo'ldi? Beta deganim 90 gradus qo'shilgan alfaning 20. Biz buni o'rganib bo'lgan edik, shunami? Masalan, mushta bir 3 bo'londa tegidagi ikki tal bo'lonning bo'lon o'ttirisi chiqib kesishgan nuqtada hosil bo'lgan bu bo'lon beta nimaga teng bo'ldi? 90 gradusga ustidagi bu bo'lonning 20 ni qo'shib etganga teng. Ya'ni 90 gradusga mushta bir bo'lonni qo'shib etsam, shunami? Bu yerdagi beta albatta 90 gradusdan cho'ng bo'lgan bir bo'lon bo'ldi. Undaqda bu yerdagi x ning kvadrati deganim 5 ning kvadrati qo'shilgan 12 ning kvadratidan qanday bo'ldi? Cho'ng bo'ladi degan gap. Ya'ni x ning kvadrati necha? 13 ninki kvadratidan cho'ng. Undaqda bu yerdagi x qanday bo'ldi yana? 13 dan cho'ng bo'ladi degan gap. Undaqda bu yerdagi x cheksiz cho'ng bo'lsa bo'lamdi? Albatta bo'lmaydi, shunami? Bu x 5 bilan 12 ning yig'indisidan cho'qim kichik bo'lishi kerak. Yeni nechadan kichik bo'lishi kerak? 5 bilan 12 ning yig'indisi 17, shunami? 17 dan kichik bo'lishi kerak degan gap. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi x ninki qimmat araliqi chiqdi, shunami? X 13 dan cho'ng, 17 dan kichik, x qanday son? X butun son. Unda bo'lsa x ning eng kichik qiymatiga eng cho'ng qiymatini qo'shib o'tang debdi. Eng kichik qiymati necha bo'ldi bu yerda? 14 bo'ldi. Eng cho'ng qiymati necha bo'ldi? 16 bo'ldi. Ikkisining yig'indisi necha? 30. Shundami? A javob. Keyingi betga qarab baqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerdan bir 3 bo'lon bor ekan, shunami? Men oldi bilan bu yerga harflar tushib qoldi, bir to'liqlab qo'yay. Bu
Bunu biz A, B, C deb alaylı. Anandan keyin bu yer D bolsun şunama. Nim depdi? Bu yerda alfa, beta deb ikki xil bo'linib ekan. Alfa, beta şunama. Alfa degan 90 gradusdan kichik, beta degan 90 gradusdan cho'ng depdi. Anandan keyin 15, 8, 8, 6 şunama. Unda bo'lsa x'niki tanım aralığı nedir depdi. Yani bu tarafning uzunluğu x ekan. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bizga bu yerda nim deb turibdi? Bu beta şunama. Necha gradusdan cho'ng? 90 gradusdan cho'ng. Unda bo'lsa biz bundaq savollarni ko'p ko'rib ketdik şunama. Bu yerdagi beta 90 gradusdan cho'ng bo'lsa, bu x qanday bo'ldi? X'ning kvadrati deganim 6ning kvadrati qo'shilgan 8ning kvadratidan cho'ng bo'ldi. Shunami? Ya'ni bu yerdagi x'ning kvadrati 100 dan cho'ng degan gap. Unda bo'lsa x 10 dan cho'ng. Ya'ni x cheksiz cho'ngayib ketsa bo'lamdi? Albatta bo'lmaydi. Bir 3 bo'lingda shunami? Biz bu tigidagi BCD degan bu 3 bo'lingga qarab boqadigan bo'lsak, bir tarafning uzunluği qolgan ikki tarafning uzunluğining yig'indisidan cho'qim kichik bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerdagi x 6 bilan 8 ning yig'indisidan kichik bo'lishi kerak. Unda bo'lsa x 14 dan kichik degan gap. Qani javob bormikan? X 14 dan kichik, 10 dan cho'ng. İkinci savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, bir 5 taraflik beribdi shunami? Nima debdi? Bu yerda bir tarafning uzunligini so'rabdi bizdan x. Unda x degan qanday son? Musbat butun son ekan. A, B, B, S'ni tik kiysidu debdi. A, B, B, S'ni tik kiysidu. Yani bu yerdeki qanday 90 gradus shunami bu bulun. Unda A, E, E'ga tik tushadi ekan. Yani A, E, E'ga tik tushadi ekan. Bu yermi qanday ekan? 90 gradus ekan. Unda x'ninki eng kichik qiymatini toping debdi. Unda mesela 90 gradus 5, 12 bergandan keyin shunami? Men qanday qildim albatta bir qarabla bu yerni tutashtirib olamiz. A nokta bilen C noktasını muşta tutashtirgan vaqtimda 5, 12, 90 gradus. Yani bu yan tarafning kvadratı bunun kvadratıga bunun kvadratını qo'shganga teng. Unda bo'lsa avtomatik men hisoblab o'tay. Bu yer 13 chiqdi. Shundami? Andan keyin yana qanday qilamiz? Bu bulun 90 gradus bo'lgan keyin shundami? Men A bilan D ni shundoq bir tutashtirib olgan vaqtimda unda bo'lsa 90 graduslik yana takrorlab o'tamiz buni. Muşta bir tik bulunluq 3 bulun bo'lsa shundami? 90 graduslik. Unda bo'lsa mesela biz bunu tik bulun qanday tik bulunluq 3 bulun A, B, C deb olaylik shunami? Unda B. Bu taraf uzunluğu B bo'lsin, bu taraf C bo'lsin, bu taraf A bo'lsin. 90 graduslik 3 bulunda yan tarafning uzunluğunun kvadratı shunami? Bu ikki tik tarafninki kvadratiga teng bo'ladi. Unda bo'lsa yana qaraydigan bo'lsak 6 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadrati bu tarafning kvadratiga teng. Unda bo'lsa AD ning uzunluğu necha? 10 bo'ldi degan gap. Navbatda biz qanday qilamiz? Bu tarafga qaraymiz shunami? Bu x. Unda bo'lsa x ningki qiymat orliqini bir hisoblab chiqaylik oldi bilan. Unda bo'lsa x degan bu 10 bilan 13 ning yig'indisidan cho'qim kichik bo'lishi kerak shunami? 23 dan kichik bo'lishi kerak. Andan keyin bu 13 bilan 10 ning farqi necha bo'ldi? 3 dan cho'ng bo'lishi kerak. Unda bo'lsa 3 dan cho'ng 23 dan kichik bo'lgan bütün sonlar shunami? Bütün sonlarning ichidagi eng kichiki necha bo'ldi? Albatta 4 bo'ladi degan gap. Bu yerda bir narsani so'zlab qo'yay. Biz matematikada bütün sonlarni z bilan ifodalaymiz shunami? Unda bo'lsa z minus bo'lsa manfiy bütün sonlarni ko'rsatib berdi. Bunga o'xshash z plus bo'lsa 0 dan cho'ng bo'lgan bütün sonlar, ya'ni musbat bütün sonlarni ko'rsatib berdi. Shundami? Ya'ni bu yerdagi x musbat bütün son degan gap. Unda bo'lsa keyingi betga qarab boqaylik. Bu yerda bir dal 3 bo'lin bor ekan shundami? 3 bo'lin A, B, C. Unda bo'lsa masalan bu 3 bo'linning ichidan bir nuqta qo'yibdi D deb shundami? Bu D bilan A, B, C bu 3 nuqtani qanday qilib tutashtiribdi. Unda bo'lsa bu yerdagi x musbat bütün son x'ninki eng cho'ng qiymat necha bo'ldi deb so'rabdi bizdan. Unda bo'lsa masalan bu yerdagi AC ning uzunligini bermabdi. Unda bo'lsa men buni masalan A deb ifodalab olay, shundami? Undaqda bu A ning qiymat orliqini qanday ifodalaymiz? Bu A degan bu 3 bo'lingninki bir tarafi, shundami? Unda bo'lsa A degan 9 bilan 5 ning yig'indisidan cho'qim kichik bo'lishi kerak, 14 dan kichik, andan keyin bu ikkisining farqidan cho'ng bo'lishi kerak, ya'ni 4 dan cho'ng bo'lishi kerak. Biz bunu aldığımız saat dersimizde öğrenip olgan şunama. Muşta 3 bulonun içinden bir nokta koyarsam bu 3 dal sızıqның yığındısı bu 3 bulonun aylanma uzunluğundan qanday bo'laddi? Kichik bo'laddi. Yana unda bo'lsin degan gap. Bu yerdagi 2x elingan 1 qo'shilgan 5 qo'shilgan 7 shunami? Yana 9 qo'shilgan 5 qo'shilgan a dan kichik degan gap. Unda bo'lsa buni bir yig'inchoqlataylik boshda. 2x shunami? Minus 1 ga 5 ni qo'shsam 4, 7 ni qo'shsam qo'shilgan 11. Bu yerdagi 14 qo'shilgan a dan kichik. Unda bo'lsa 2x deganim shunami? Ikki tarafdan 11 ni olib olsam 3 qo'shilgan a dan kichik bo'ldi degan gap.
Biz yuqarıda A'nın qiymat aralığını çıxarıb aldıq. Şunama A degan 4-dün çoğ, 14-dün kiçik. Onda 3 qoşulğan A. Yəni 3 qoşulğan A degan 7-dün çoğ neçə? O 7-dün kiçik bolğan bir san. Onda olsa yəni bu yerdəki 2 x degan çoxum qanda o 7-dün kiçik buluş kerak. Onda olsa x qanda x 8,5-dən kiçik buluş kerak. Şunama bu təngsizlikni 2'ye bölətdim. X 8,5'ten kiçik, x degan musbat bütün san. Onda olsa x'ninki eng çoğ qiymati depdi. Onda olsa elbette neçə buldu? 8 buldu. Yəni 8,5'ten kiçik bolğan bütün sanlarning içidagi şunama musbat bütün sanlarning içidagi eng çoğu neçə? Elbette 8. Keyingi savol qarab baqaylı. Qaraydigan bolsaq bu yerda A, B, C, A, C, D deb 2 tal 3 bo'lib beribdi şunama. Anınki nima deb so'rabdi? X'ning tanım aralığı. Onda yəni bu yerdəki x-ninki qanday qiymat aralığını təpəng degan gap. Onda aldı bilan men bu o'ng tarafdagi kichik 3 bo'longa bir qaray, shunami? ABC-ga qaray. Onda bu yerdəki 2x elingan 2 degan bu 4 bilan 6'ның yig'indisidan kichik, yəni 10'dan kichik. Bu ikkisining farqidan cho'ng bo'lishi kerak, 2dan cho'ng. Onda buni yechib chiqaramiz, shunami? 2x tengsizlikka 2 ni qo'shayotgan vaqtimda -2 yo'qolib ketadi. Bu yer 12, aning ikkinchi bu yer 4. Onda x degan 6'dan kichik, 2dan cho'ng. Şunama. Onda bu yerdeki ACD'ga bir qaraylı növbətdə x elingan 3 degan 5 bilan 6'ның yığındısı 11'den kiçik, bu ikisinin farqı 1'den çoğ. Onda olsa bütün təngsizlikka 3'ni qoşayotgan vaqtimda şunama x degan 14'den kiçik, anadan ikinci 3'ni qoşatsam 4'den çoğ. Onda olsa biz qanday qilamiz növbətdə bu ikkisiga təfsili qaraymiz. Yəni x degan 6'dan kiçik, 2'den çoğ, x degan 14'den qanday kiçik, 4'den çoğ bo'lish kerak ekan. Kavab mı ko'ymaydigan, zıx mı ko'ymaydigan shunami? Yəni bu yerdagi x 2'den çoğ, 4'den çoğ degandan keyin cho'qim va cho'qim 4'den çoğ bo'lish kerak. Chunki 4'den çoğ bo'lgan sonlarning hammasi 2'den çoğ. Andan keyin 6'dan kichik, 14'den kichik degandan keyin cho'qim qanday 6'dan kichik bo'lish kerak. Chunki 6'dan kichik bo'lgan sonlarning hammasi 14'den qanday kichik. Shunlashqa cevap çıkıp oldu. X 4'den çoğ, 6'dan kichik. Qani 4'den çoğ, 6'dan kichik. Shundami? B cevap. Keyingi betga qarab baqaylı olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lim bor ekan, shundami? 3 bo'lim A, B, C. Andan keyin bu yana 8, bu yana 5, bu yana alfa deb beribdi, shundami? Bu tarafning uzunluğu x ekan. Andan keyin nima debdi bizga? Alfa 60 gradusdan cho'ng, unda bo'lsa x-ning tanım aralığı nedir debdi. Yani x-ninki qanday qiymat araligini toping. Unda bo'lsa bu kosinus teoremini ishlatib hisoblaydigan bir mashq ekan, shundami? Biz bu xil shakldagi savollarni oldingi soat darsimizda ko'rgan edik. Unda bu bo'lim alfa bo'lsa, buning qarshi tarafdagi x qanday bo'ldi? X'ning kvadrati teng, shunami? Bu ikki tarafning uzunligining qanday kvadratining yig'indisi, ya'ni 8ning kvadrati qo'shilgan 5ning kvadrati elingan 2 ko'paytirilgan, bu ikki tarafning ko'paytmasi, shunami? 8 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan bu yerdagi kosin necha? 60 gradus. Unda biz bir qarab baqayli. X kvadrat, shunami? 8ning kvadrati 64 qo'shilgan 25 elingan. Bu yana necha bo'ldi? 80 ko'paytirilgan kosin 60 degan necha? 2'den 1. Onda olsa x'nin kvadratı şunama 64 qo'shilgan 25 elingan 40. X'nin kvadratı teng necha? 49 degan gap shunami? Bir narsaga diqqat qilgan bo'lsam, eng halqiliq yerga keldik. Bu yerda biz nima deb oldim men? Kosin 60 gradus deb oldim. Bu yerda alfani 60 demabdi ekan, shunami? 60dan cho'ng debdi. Unda olsa bu alfa, ya'ni bu bulon 60 gradusdan cho'ng bo'lgan vaqtida bu yerdagi x'ning kvadratı qanday bo'ldi? Albatta 49'dan cho'ng bo'lib ketadi. Ya'ni x 7'den cho'ng degan gap bu yerda. Undaq bo'lsa savol, bu yerdagi x 7'den cho'ng bo'lgan xohlagan san bo'lsa bo'lamdi? Albatta bo'lmaydi. Bu x degan, ya'ni AC'ning uzunligini ko'rsatib berdi, shunami? Bu 3 bo'lonniki bir yan tarafi, unda bu yan taraf 8 bilan 5ninki yig'indisidan cho'qim kichik bo'lishi kerak. Ya'ni 13 dan kichik bo'lishi kerak degan gap. Unda bo'lsa eng oxirida xulosa qilam, qanday x 13 dan kichik, shunami? 7'den cho'ng. Qaysi javob? D javob degan gap. Yeni bir tavsiye olib kirib baqaylıqda olsa, mesela qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lon beribdi, shunami? 3 bo'lon ABC, bu bo'lon alfa, bu uzunluqni beribdi, bu uzunluqni beribdi, alfa degan bu bo'lonning qarshi tarafi x ekan. X qanday san? Musbat butun san, shunami? Alfa degan 45 gradusdan kichik, unda bo'lsa x-ninki eng cho'ng qiymatini toping debdi. Unda bo'lsa yana o'xshash, buning o'xshash qoida shunami? Unda bo'lsa bu yerdagi x-ning kvadrati degandan bo'ldi.
bu tarafning uzunluğunun kvadrati qo'shilgan bu tarafning uzunluğunun qanday kvadrati. Ya'ni 8 kök 6 2 ning kvadrati qo'shuvtimiz shunami 14 ning kvadrati. Andan keyin elutimiz 2 ko'paytirilgan 14 ko'paytirilgan 8 yildiz asti 2 shunami ko'paytirilgan. Men bu yerdagi alfani necha deb olaman albatta? Yani 45 gradus deb olaman. Cosine 45 gradus. Ondaqda biz bunu bir yığınçaqlı ötəyli. Bu yerdəki x kvadrat şunama. Anadakı 8 yıldız astı 2'nin kvadratı 128. Qoşulğan 14'ün kvadratı degen 196. Elinğan 2 köpəytilgən 14 degen 28. Köpəytilgən 8 kök 6 2 köpəytilgən. Cosine 45 gradus degen 2'den kök 6 2 şunama. Bulağa pişik buluş gerek. Onda olsa məsələn bu yerdə qısqıraydıqını barmı? 2 bilen 8'ni qısqırarsam bu yerdə 4 qaldı şunama. Yıldız astı 2 bilen yıldız astı 2'ni köpəysəm nə çok gidiyor, 2 kök gidiyor. Onda olsa x kvadrat şunama 128 qoşulğan 196 elinğan. 28 köpəytilgən 4 bu yerdə bir 2 batdı şunama. Yani 28'ni 8 köpəysəm neçə buldu? 224. Onda olsa x kvadrat neçə geten buldu axırda? 128'ge 196'nı qoşuversem 324 şunama elinğan 224 onda olsa x kvadratdan 100 degan gap. Onda olsa bir narsaga diqqat qilaylik. Bu yerdagi alfani 45 deb bermabdi şunama 45 gradusdan kichik. Yani bu alfa 45 gradusdan kichik bo'lgan vaqtida bu yerdagi x ning kvadrati 100 bo'lmaydi. Necha bo'ldi? X ning kvadrati degan 100 dan kichik bo'ldi. Yani bu yerdagi x 10 dan kichik degan gap. Bu sualda bizga nima deb beribdikan? Bu yerdagi x musbat butun son shunami. X 10 dan kichik, x musbat butun son. Unda o'zi yana 10 dan kichik bo'lgan musbat butun sonlarning ichidagi qanday eng cho'ngi necha bo'ldi? 9 bo'ldi degan gap javobdan 9. Qaraydigan bo'lsak, mashqlarimiz oxirlashib to'shnami? Unda bo'lsa bugungi darsimiz 3 bo'lumdagi bo'lum va taraf munosabatlariga aloqador mashqlar mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.